Butun Instagram tutib chiqsangiz ham bunaqa cho'ko medavikni tovada pishirilgan reseptini topa olmaysizlar. Qizlar tayyorlanish umuman qiyin emas. 1 minut vaqtingizni ajratsanglar o'rganib olasizlar. Demak, un bilan kakaoni aralashtirib olib qo'yamiz. Qozonga asal, shakar, sariyog' solib, sariyog' erigach chani soda solamiz. Karamel rangi kirgach gazimizni o'chiramiz. Ana endi atalab olingan 3 ta tuxumga asaliy massa va quruq massalarimizni solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Xamirni men tovaga moslab 10 bo'lakka bo'lib oldim. Har birini dumaloq shaklda yoyib olib, qizib turgan tovada past olovda qopqog'ini yopib 3-4 daqiqada pishirib olsak bo'ldi. Xohlasanglar duxovkada pishirsanglar ham bo'ladi. Kremiga keladigan bo'lsak, quyultirilgan sut va qaymoqni mikser qilib olamiz. Agar xohlasanglar smetana qo'shib olsanglar, meziga tegmaydigan eng ideal krem bo'ladi. Ana endi tortimizni yig'amiz, go'sht krem qilib taxlab olib, chetini kroshka bilan yopib olamiz. Ustini shokoladli pasta bilan surib, muzlatgichga 3-4 soatga yuborsanglar, qizlar shunna qog'ozda eriydi. Qizlar bitta gap aytaymi? Juda ham o'rganib qolasizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar.